Bu lavozim men kelgunimga qadar 7 oy bo'sh turgan ekan. Meni bu vazifaga tayinlashayotganda matbuot kotiblik mening shu kungacha qilib yurgan ishlarimdan tamoman boshqacha ekanligini ochiq o'ylab ham ko'rmagan, tushunib ham yetmagan ekanman. Matbuot kotiblik jurnalistdan ko'ra vazifasi ham, mas'uliyati ham tamoman boshqa. Ochig'i meni bu yerda ushlab qolgan narsa bu ishonch edi va men uni oqlashim kerak edi. Men bu lavozimga tajribasiz qizcha bo'lib emas, 31 yillik tajribaga ega, ko'pni ko'rgan, o'ziga ishongan inson bo'lib kelgandim. Bu esa menga 2 karra mas'uliyat yuklardi. Chunki eplolmadi, qilolmadi degan tamg'a bilan ketish og'ir. Boshlanganida hammasi juda oddiy. 2 kishi zo'rg'a sig'adigan mana shu kichik xona, lekin maqsadlar katta edi. Bugun esa Navoiy viloyat hokimligi axborot xizmati butunlay bir boshqa tizimga o'tdi. Bugun bizning o'z media studiyamiz, montaj xonamiz, jamoa uchun yaxshi sharoit, imkoniyatlar va haqiqiy ishchi muhiti yaratildi. Hatto oddiy xizmat avtomobilimiz ham bugun axborot maydonida harakatlanuvchi platformaga aylandi. Bu yerga kelganimda dastlab anglab yetgan haqiqatim shu bo'ldiki, ko'pchilik uchun matbuot kotibi bu shunchaki rasmchi edi. Rasmchi, bu yoqqa kel, buni ol. Rasmchi, u yoqqa bor, uni ol. Lekin men natijaga bosim bilan emas, harakat, muloqot, amaliyot, muomala bilan yetish yo'lini tanladim. To'g'ri, rasmchidan matbuot kotibi tushunchasiga o'tish oson bo'lmadi. Lekin bu yo'lni bosib o'tishimiz shart edi. Barchaga ma'lum, viloyatimiz hududi juda katta. Masofalar uzoq. Bir tumandan ikkinchisiga yetib borish uchun 30-40 kilometr, ba'zan undan ham ko'p yo'l bosish kerak. Ko'pchilik bir-birini faqat onlayn tanirdi. Shunda men birinchi qarorimni qabul qildim. Maqsad jamoani birlashtirish. Biz birlashgandagina katta kuchga aylana olishimiz kerakligini tushunib turardim. Kelganimning 3-kuniyoq barcha tuman shahar hokimliklari matbuot kotiblarini bir yerga yig'dim. Yuzma-yuz gaplashdik. Keyin esa press turlar boshlandi. Viloyatning u chekkasidan bu chekkasigacha. Hududlarni, matbuot kotiblarini bir-biriga tanishtirdim. Bugun esa bizning jamoadek birlashgan samimiy jamoa deyarli yo'q. Eng muhimi, tafakkur o'zgardi. Ilgari barcha matbuot kotiblari faqatgina mening tumanim deb ishlashgan bo'lsa, bugun mening viloyatim deb ijod qilishmoqda. Aytgancha biz o'z logotipimizni yaratdik. Logo markazida viloyatimiz nomidan kelib chiqqan holda Hazrat Alisher Navoiy haykalining ramzi joylashtirilgan. Bu ham ma'nan, ham mantiqan to'g'ri yechim deb hisobladik. Navoiy sanoatlashgan viloyat bo'lganligi sababli haykalning o'ng tomonida sanoat korxonalarining shakllari tasvirlangan.
Oltin quymalar shakli esa tog'kon sanoati va unda erishilayotgan yutuqlarimizga urg'uni qaratadi. Markazdan chap tomonda esa qadimiylikda Samarqand va Buxoro bilan tenglashadigan tariximiz, ko'hna qadamjolarimizning ramzlari berilgan. Ularning orqa tomonidagi xonadonlar shakli esa ko'p millatli viloyatimiz aholisining baham jihatlikda yashayotganligidan dalolat berib turibdi. Navoiy deganda Qizilqumning bepoyon sarhadlarida yastanib yotgan kengliklar tushuniladi. Ushbu kengliklarni esa sahro kemalari, tuyalarsiz tasavvur qilish mumkinmi? Mana bu ikki to'lqinsimon chiziq Navoiy hududidagi ikki yirik suv havzasi, Aydarko'l va To'dako'lning timsoli. Viloyatimizning 11 ta hududiy birligi ushbu 11 ta nuqta bilan logodan joy olib, tasvirni to'ldirishga o'z hissasini qo'shdi. Dastlab bu yerga ishga kelganimda ko'pchilikda bir shubha bor ekan. Ya'ni shuncha yil shuncha erkak eplolmagan ishni bu ayol qanday eplar ekan? Xullas, siz meni tushundingiz. Lekin eng asosiysi biz ishonch qozondik. Butun viloyat ishonchini. Bugun biz oddiygina faqat axborot tarqatuvchi manba emas, balki xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi mustahkam ishonchli ko'prikmiz. Bilasizmi, o'tgan 3 yil menga bir narsani o'rgatdi. Axborot xizmati bu shinam, qulay kabinetlarda o'tirib ertak to'qish emas. Axborot xizmati bu ishonch. Ishonch va imkoniyat berilsa, ko'rib turganingizdek, natija ham o'zini uzoq kuttirmaydi. Xullas, guvohi bo'lganingizdek, bu yo'l oson bo'lmadi. Lekin ishoning, har bir qadam ishonch bilan bosildi. Va bu yo'l hali davom etadi.